Mebelda asosan ikkita yo'nalish, mebel na zakaz, keyin konveyer. Kuzatuvlarimdan shunaqa bo'lyaptiki, mebel na zakaz, ya'ni yaxshi qiladigan mebelchilar ishi ko'p va ularda brend rol o'ynayotgani yo'q. Ularda asosiy klient oqimi tavsiyadan kelyapti. Ya'ni o'sha bitta boy odam mebel zakaz qildiradi va mamnun bo'ladi. Mamnun bo'lgandan keyin boshqasiga tavsiya beradi. Va shu holatda zakazga ishlaydigan mebelchilarda ko'pida ish ko'p, ketidan poylab turadi. Konveyerda ishlaydigan mebelchilarda esa ko'pida savdo yo'q. Keyin uni nimaga shunaqa deb qaraydigan bo'lsak, konveyerda ishlaydiganlar asosan arzon chiqaradi va fasonni yengillayvermaydi, yengillik ko'p qilmaydi. Buni oqibatida bu zamonlashgan sari eskirib qolaveradi. Eskirgandan keyin u mahsulotga shima olmaydi. Zakazda qiladigan bo'lsak, zakazchilarga dizayn asosida, ya'ni dizayn olib keladi. Mana hozir bunaqa dizayn qilish kerak deydi. Keyin o'sha dizaynga qarab turib zakazchi mebelni qiladi va bu yerda foydasi ham zo'r.